sal ishonch bilan o'qiyapman. O'qiganimda ham qiroatlarimda tomog'im og'rib qolishlari qoldi. 1-2 barodan keyin qiroat qilsam og'rib qolardi tomog'im. Shular yo'qoldi. Qoringa to'g'ri nafas olish, presslab chiqazish, mashqlarni qilgandan keyin natijada yaxshi. Alhamdulillah, kursni tamomlamasimizdan yaxshi natijalar bo'lyapti. Bunda ustozimiz va ustozlarimizning xizmatlari juda ham katta. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ilgari Qur'on o'qiganimda yonimda o'tirib qarindoshlarim yoki dugonalarim tinglashganda hech qanaqa menga izoh aytishmagan, lekin shu siz kursingizga qatnashganimdan buyon даже birinchi, ikkinchi marta ikkinchi darslardan so'ng ularga o'qib berganimda ularni o'zlari farqni aytishgan. Ustozlarimning har bir ta'limi, muruvvati va havasga solarli mahorati uchun chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Bu dars qanaqa ilmligini bilmagan yo'nalishlarni tushuntirib, bitta maydalab o'rgatayotganingiz uchun ming rahmat. Hammasini tushunmaganlarimizni hammasini qancha savolinglar bor, aytinglar. Ustoz, dars juda ham zo'r bo'ldi, alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin. 8 ta darsingiz bo'lgan bo'lsa, hammasiga qatnashib, juda ham zo'r o'tdi. Odam maza qildi. Bilmagan bilimlarimizni yana oldik, alhamdulillah, ilmimizni kuchaytirdik. Alloh rozi bo'lsin.